Pingvinlari. Qaytar dunyo. Ssenariy muallifi Brendon Sawyer. Tom Maggart va Erik Darnellning Madagaskar multiplikatsion filmidagi personajlarga asoslangan. Ha. Yopilyapmiz, bo'linglar. Qani, ulgurmagan odam o'zidan ko'rsin. Ha, yopilish vaqti yigitlar. Odamlar uchun ham, jonivorlar uchun ham shundan yoqimliroq so'z bormikan? Baq. Bum. Maxluqlarni paydo qiluvchi mutatsali tabiiy majruhlikni keltirib chiqaradigan plutoniy bilan to'yintirilgan tinka. Ikkinchi so'z qisqartma. Ha, juda soz. Hammangiz zo'rsiz, lekin men uchun Meni qo'g'irchog'im. Shkiper, bu mening emas, bu Qo'g'irchog'imni yo'qotib qo'ydim. Topib beringlar. qarovsiz qolgan o'yinchoq. Qo'g'irchoqqa yordam kerak. Qutqaruv operatsiyasini boshlaymiz. Nishon aniqlandi. Meni qo'g'irchog'im. Kovalskiy, buni Shkiper jurnaldan o'chirib tashla. Uning ismi Malika Poni. Uning sevimli ovqati yaltiroq zarralar. yaxshi. Yaltiroq zarralar, juda soz. Malikani qo'rdan uyiga qaytarish uchun qo'limdan kelganini qilaman. Xo'pmi, qizaloq? Yura qol, qizim. Yo'qolgan o'yinchoqlar ro'yxatiga qo'shib qo'yaman. Mana, qo'limdan kelganini qildim. Meni navbatchiligimda hech bir qizaloq ko'z yosh to'kmaydi. Xo'sh, maymunlar qizchaning manzilini aniqlab beradi, lekin qo'g'irchoq istalgan joyda bo'lishi mumkin. Nyu-Yorkdagi yer osti quvurlari uzunligi 9000 kilometr. Demak, bo'linish kerak. Hozir ko'ramiz. Unda har birimizga 2000 kilometrdan ko'proq quvur to'g'ri kelar ekan. Quvurlar uzunlik qiladi. Balki boshqa qo'g'irchoq topib beramiz. Lekin bizga aniq nusxasi kerak. Uni qayerdan topamiz? Nima? Xuddi o'zi. Faqat ko'ylak topish qoldi. Men tikuvchilik jihozlarini Men yaltiroq yelim olib kelaman. O'ylab ko'r, endi seni navbating og'ayni chalash. Tinimsiz yig'layotgan jajji qizaloqni o'yla. Uning yuragida qo'g'irchoq yashardi, endi bo'lsa huvullab qoldi. Barakalla, Riko. Hammasi joyida, Riko. Meni buvim aytganidek, agar yaxshilik qilsang, o'zing ham albatta yaxshilik ko'rasan. Yo'q. Kim u? Kim? Malika Poni. Malika. Oyi, dada, u qaytib keldi. Yodingda bo'lsin, Riko, yaxshilik har doim qaytadi. Ey, Sali, buni ko'ryapsanmi? Hayvon ovlovchilar raqami necha edi? Hali baxt va quvonch hissini sezmadingmi? Mayli, bu hozircha ish bermadi, lekin qaytar dunyo deydilar. Istalgan payt sodir bo'lishi mumkin. Baliqlar. Ishtahani qitirlayapti. Ko'ryapsanmi, yaxshilik albatta qaytadi. Bu endi nimasi, savdoshlar? U judayam betakror. Kovalskiy. Hayvonlar va oziq-ovqatlar nazorati. Menga qo'ng'iroq qilishib, pingvinlar tinchlikni buzayotganligini aytishdi. Darrov xayolimga sizlar keldinglar, bezorlar. Bu zobit X. Hayvonlar nazorati boshqarmasidagi eng ashaddiy hayvon Sholar, ovlovchi. hayvonot bog'idan juda uzoqdasiz. Hozir qanaqa vaqtligini hisobga olsak, bu juda xavfli.
Bilmadim, soat 7:30 bo'lsa kerak. Hozir hisob kitob vaqti. Ha, hisob kitobmi? Unda ahvolimiz chatoq. Sizlarga hayvonot bog'i yoqmay qoldimi, ha? Bilasizlarmi? Bu yerda sizlar uysiz hayvonsiz. Demak, meniksiz. Bum. Hozir ayni mavridi. Meni dog'da qoldira olaman deb o'ylayapsizlarmi? Axir sizlar pingvinlarsiz. Sizlarni uchishga aqlingiz yetmaydi. Yo'q, lekin biz qulashni bilamiz. Yo'q! To'g'ri, qo'g'irchoqni berishga ko'ndirayotib nimalar deganim esimda. Qo'shilaman, zobit X yoqimsiz turibdi. Ha, to'g'ri, yerga qattiq yiqildik. Undan qochib qutuldik. Bu yaxshi, to'g'rimi? Hozircha yo'q. Gapini eshitdinglar-ku. Hayvonot bog'idan tashqarida biz uysiz jonivor hisoblanamiz. Hech qachon bunchalar iflos Uydan bo'lmaganman. 7 mavze naridamiz, lekin kech bo'lmaganda undan qochib keta oldik. Kavalskiy, nurni tahlil qil. Zobitni furgonda lazerli drill bor. Bu aniq. Demak, yana qochishimiz kerak. Mutlaqo to'g'ri. Kavalskiy, tashqariga yo'l topish kerak. Oldinda yuqori ketgan quvur bor. Endi bu yerda xavfsiz bo'lamiz, Shkiper. Bu yerga ketib kela olmaydi. Metro. Bir ham erkin, bir ham asov. Lekin uni qo'lga o'rgata olardim. Bizga shunaqa telba mashina dum bo'lsa, hech qachon uyga yetib bora olmaymiz. Bolalar furgonni yo'q qilamiz. Yo'q, to'g'ri, haqsizlar, furgonni. Yo'q qilish kerak. Menga bir daqiqa vaqt Taslim bering. bo'ldinglarmi? Shuning uchun pingvinlar Antarktidada yashaydi. Qaynoq hayotga chida olishmaydi. Oya! Oh! Ucharlar jamoasi olg'a. Öyle. Buni ko'rdingmi, Riko? Poplab aqlini kiritib qo'yding. Qaytar yo. Tirikmisan, oshna? Balki bu yaxshilikkadir. Men yaxshi ko'rardim bu mashinani. Ha, uni hammamiz yaxshi ko'rardik. Nima faqat o'zim qiynalyapman deb o'ylayapsizmi? Og'irroq bo'l, Kavalskiy. Ketdik, tezroq uyga qaytamiz. Endi hech qachon hayvonot bog'idan chiqmayman. Yo'lda sotuvchi qaymoq yegani qo'y. Jinoyatchi pingvinlar, hayvonlar va oziq-ovqatni nazorat qilish bo'yicha shahar boshqarmasi nomidan aytaman. Hech qachon o'tolmaysizlar. Kavalskiy, tezroq bizda chora bor deb ayt. Oldingi yo'l kesib qo'yilgan. Yer osti daryosi orqali aylanib o'tishni taklif qilaman. Rostdanmi? Qiziqarli tanlov. Ortimdan ketdik. Yigitlar, to'xtab qolmang. Ana va tentak hali ham izimizdan qolmayapti. Ko'zlarimga ishongim kelmayapti. Bu bolaga qancha oylik to'lashadi o'zi? Mendan osonlikcha qutula olmaysiz, ovsarlar. Onam har doim aytgandek, nima eksang shuni o'rasan. Shkiper, quvurlar, o'ylashimki ular hojatxonalarga ulangan. Yana ular to'g'ri zobit X ga yo'naltirilgan. Nihoyat omadimiz chopdi. To'g'ri aytasan, Riko. Mana shuni qaytar dunyo deydilar. Olg'a. Kimdir cho'milmoqchi yigitlar. Qo'lga tushdlaring-ku. X boshqarmani chaqiradi. 4 ta patli jinoyatchi uchun qafas tayyorlang. Yo'q, bunga ishongim Qaytar emas, bir kam dunyo ekan. Oddiy askar xushday chalishni bas qil. Hozir taqdirdan nolish bilan ovoraman, ko'rmayapsanmi? Bu men emas, Shkiper, bu. Shkiper, bu kanalizatsiya quvuri. Unga nimadir tiqilib qolgan. Oyijon, hozir portlaydi. Ey xudoyim.
Endi uni kirxona ham qabul qilmaydi. Riko, mana qaytar dunyo. Men bilardim. Taqdir faqat kerakli paytni kutayotgan edi. To'g'rimi? Tuzatish kiritaman. U kerakli qizni kutayotgandi. Yo'qolgan qo'g'irchoq quvurga tiqilib qolgan. Riko, o'ylashimcha bu sohib jamol endi seniki. Bu pingvinlarning ishi, ishoninglar, pingvinlarning Ruhiy xasta hayvon ovlovchi kecha tunda shaharning turli joylarida amalga oshirgan qoidabuzarliklari tufayli hibsga olindi. Ko'ryapsan, Modi askar, agar hamma bu yerda kim boshliq ekanligini bilsa, hayot ham ajoyib bo'ladi. Hop, la 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 la.